İşinemsiz 500 yıl burun G'arb sayohatini Wu Chun'an efendim yazgandılar. Bu yerdeki Baliu ben Xiaoji'da Sun Wukong'ning rolini Liu Xiaolingtong aldıganligini G'arb sayohatining asli asar kitobida yozib o'tibdi. Bu neden fuqdoya bir yolg'on gapimigina men bu gapni anglashdan burun men ishonmagan. Bu qanday qolib ketgan? Endi bu masalani Liu Xiaolingtong o'zini tushuntirishga amalsiz. Asarga qaraylik, rast yolg'on maymuncha voqeasida bu yerdagi Amitabh Buddha olti quloqli makaka maymuni bo'ysundirgan vaqtingizda shunday so'zlaydi. Bu uch zamonda 4 xil maymun turi bor deb 4 xil maymunni tilga oltish vaqtingizda. Asl asarda endi qilib Liuar Miho, Chiko Maho, Ling Ming Shiho, Tong Bing Yuanho deb 4 maymunning ismini oladi. Ma ikkinchisidagi Chiko Maho'dagi Chi degan xatning osti Shao, kichik Shao degan xat. Shunami? Unda esa Amitabh Buddha tilgagan bayaq 4 maymunning ismining birinchi harflarini o'qib beqinglar to'g'risiga. Liu, Shao, Ling, Tong. Qana chiqdimi? Mana Baliu ben Xiaoji'da Sun Wukong'ning rolini Liu, Shao, Ling, Tong. Bu tasoddifiy to'g'ri kelib qolishmaydi. To'g'ri kelib qolsa, mushundaqmi to'g'ri kelib qolamdi. Ikkinchi to'g'ri kelib qolish. Asarda bayargandek 3 zamondagi 4 avlod maymun tilga oldi. Shunami? Endi Liu Shao Lingtong mo jamiyatidan naq 4-avlod Sun Wukong'ning rolini olgan odamga. Ya'ni Baliu ben Xiaoji ishlanishdan burun qistim men degan. Bularning jamiyati Jingju teatri bag'iliq dang 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 chiqib rolni oldigan. Elik sahne teatri oynaydigan. Bularning jamiyati izchil shu maymunning G'arb sayohatga Xiaoji Sun Wukong'ning rolini olib kelganlar ekan. Buning ulug' bo'vsi, dadisi, o'zi naq 4-Sun Wukong. Naq 4-avlod. Ma'am to'g'ri qilish qaranglar. Bu butunlay tasodifiy to'g'ri qilishma. Tasodifiy to'g'ri qilib qolsin, mashtaq to'g'ri qilib qolamlar. Onun ustiga yana o'ylab baqiraylik. Sun Wukong esa birinchi bo'lib qo'limizga kim keldi? Chuqum Liu Xiaolingtong keldi. Shunami? Endi bu yerda Sun Wukong'ning obrazini hatto darijdan tashqari cho'lponlardan Lilianji, Joshongchi, Chenzidallardan tortib yoritib baqdi. Uningdan boshqa buning har xil diyanchi juylari bor. Bir qancha xil biz ko'rgan, ko'rib baqmagan nurg'unlar va kinolarda nurg'unlar bor. Bularning ichida siz bilan biz emas, butun mamlakat hatta butun dunyoda e'tirof qilgan haqiqiy jonjonda Meyxovang, haqiqiy avliyo azam kim o? Yanıla Liu Xiaolingtong shunami? Mash ağar oldum başqısı, hammasi buni ko'paytimiz qutib fuyunjansi. Mushni birdek hozirgacha e'tirof qilamiz. Hozirgacha eng yaxshi yoritilgan obraz mashu. Shunami? Buni tasodifiy to'g'ri qilib qilishma, o'ylab qo'yinglar. Boshqasi buni nima qilishib ketolmaydi. Asarda haqiqatan shunday xizmat etgan. Mana ishonmaydiganlar kitobni aqtirib, boshqa mazmunlardan materiallarni izlab ko'rib baqsanglar, tamamen bo'ladi. Undan sonra bu yerga rast kelgan maymuncha voqeasini angladinglarmi? Rast kelgan maymuncha voqeasini mashqadi kitob darsxonasiga akirib qo'ydim. Bazını qayta tushiryapti. Men oldin qayta misol yuqori chiqarib qo'yib ekanman. Burun bir so'zlab qo'ygan mazmun bo'lg'achqa yana azon qilib qo'yay deb tushirib qo'ydim. Uning keyindan bu yerga tangsingni ilqib jinchansi oltin talik tumuzga degan mazmunning bahsini tushirib qo'ydim. Oldin qayta misol qimmatni nima deb sal chidamay qolganlar ep anlab baqsanglar bo'ladi. Lekin menimcha biroq oylik ya fasllik azab olsanglar yana sal azon to'xtay deb o'ylayman. Rahmat. Unda G'arb sayohat to'g'risida savolinglar olsa, pinonchi qoldiringlar. Rahmat.